O'zingga ravo ko'rmaganni boshqaga ham ravo ko'rma. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bu kasal sigir. Qo'limdagi mana bu antibiotik. Endi mana shuni davolayapmiz. 3 kun, 5 kun davoladik, antibiotik berdik, lekin yaxshi bo'lmaydi ekan. Endi O'zbekiston sharoitida buni so'yib bog'chalarga yoki boshqa joylarga topshirib olinadi. Go'shtga yoki kalbasaga arzon pulga topshirib olinadi. Germaniya sharoitida ettingni doktor chaqiramiz, o'ldiramiz. O'ldirib turib, buni axlatga topshirib olinadi. Endi insof kimda endi bu? Aytmoqchi bo'lgani bu antibiotik mana har bir doriga yozib qo'ygan. S-barikat deb qo'ygan 12 kun go'shtini mumkin emas. Suti agar tuzalib ketadigan bo'lsa ham 5 kun sutini ichish kerak emas deyapti. Lekin O'zbekiston sharoitida 10 kunlab antibiotikni qildingiz, dermatit bo'lgan mollarga yoki boshqa mastit bo'lgan mollarga yeliniga bunaqani berdingizda sutini aholiga sotyapsiz. Lekin o'zingiz ichmaysiz. Go'shidan misol uchun buni so'yatib kimgadir beryapsiz. Bitta banizagami o'zim 1 kilo olib qolay, bolalarimga yediray demaysizlar, to'g'rimi? Lekin Germaniya sharoitida buni axlatga topshirib olamiz. O'ldirib turib maxsus. Mana misol uchun bu ham davolanyapti, lekin tuzalmaydi. Tuzalmagandan keyin buni o'ldiramizda topshirib olamiz. Sababi mana bunda antibiotik bor tarkibida. Mumkin emas. Ba'zi kuchli antibiotiklar bor. Bir oyga to'g'ri go'shtini yeyish mumkin emas. Agar uni go'shtidan aholi, farzandlar, bolalar yeydigan bo'lsa, juda katta muammo bo'ladi. Ommaviy kasallik kelib chiqadi. Agar sutini ichadigan bo'lsa, shu ommaviy kasal bo'ladi. Mana O'zbekistonda hozir eshitdim. Nimaga bu videoni qilyapman? Shu bog'chada bolalar zaharlanibdi. Bu sutdan yo go'shtdan, shu sut mahsulotidan. Nima qilgan? Antibiotikni bergan, yelindan deb turib, shu 10 kunligini kutmagan, 5 kunligini kutmagan, to'yib yuborish, ko'ziga qiymagan isrof bo'ladi deb buni ham halollab qo'yadi-da, go'shtga topshiradi yoki sutini aholiga sotadi, aholi zaharlanib o'lyapti yoki nogiron bo'lyapti. Bu insofdan emas. Ya nemislar insofsizmi yoki O'zbekistondagilar? Shu narsalarga iltimos doktorlar mana bunday dori qilayotganinglarda aytib qo'yinglar, sutini ichmanglar 5 kun, 10 kun. Agar tuzalmasa halollab qo'yay deb so'yib turib go'shtini topshirmanglar. Anaqalarga, banisalarga yoki bog'chalarga yoki aholiga iltimos. Qo'ldan kelgancha buni har xil yurtlarga tarqatib yuboringlar, bilsin, shu antibiotik bor, tarkibida antibiotik bor dorilarni foydalanmasin sutidan ham, go'shtidan ham. Mumkin emas, iltimos. Bo'lmasa bunaqangi ommaviy 200 ta, 100 ta, 2000 talab aholi zaharlanadi. Bu o'zimizning kelajak bolalar.